Hammaga salom. Bugun kichkinaligimda juda ham ko'p reklamasini ko'rgan, rossiyskiy telekanallarda, ORTda bo'lardi. Keyin aniq biza Disneylandmidi, Disney degan kanalni ko'rardik. O'sha yerda rosa reklama qilishardi. Bon Pari deb marojniy reklamasi. Shu reklamalar shunaqa захватывающий zo'r edi. Rosa yegim kelardi. Bizda bo'lmasdi O'zbekistonda, или bo'lsa ham bilmam qanaqadir boshqa importli magazinlarda bo'lishi mumkin. Endi hozir juda ham возможность ko'p. Men o'sha marojniylarni korzinkada topdim. Bananligi prям mana shunda bananni mundoq ochib ko'rsatishadi reklamada. Kim eslasa kerak, 8-10 yil oldingi reklamalar. Pari fruktoviy lёд, karamelli ekan. Mana Mon reklamasiga biz ochiq edik. Har bitta qanaqadir multik yoki nimadir bo'lgandan keyin o'sha Bon Pari chiqarilaverardi-da. Rosa yegim kelardi o'sha paytda. O'sha paytda yolmagan. Mana endi orzum amalga oshdi. Nimaga bu legendarniy marojniyligini bildim. Kim bilmasa, kim agar 2000-yildan yuqori kichkinalar ko'rayotgan bo'lsa meni, hatto ular kichkina shtatsa qilinmaydi. Baribirga ham ular balkim ko'rmagan bo'lishi mumkin. YouTube'ga yozsangiz chiqadi reklama. Bu qopdi ozgina. Mana. Qaranglar qanaqa. Mana ichida oranjoviy qanaqadir massasi bor. Yeganinglarda ishtirokni men bilmam. Karamelkalar kirs qilyapti. Ham ichida massasi boshqacha, usti boshqacha, shu karamelkalar ham bor ekan. Narxiga arziydimi? Menimcha arzisa kerak. Bu o'zi rossiyskiy kompaniyaniki. Bon Pari bizda chiqarilmaydi. Balkim bizda chiqarishayotgandir, bilmadim. Nimaga rosa yoqdi. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.